هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Beled tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kethir Rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Beled suresi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Sure Beled Mekke'de nazil bolgan 20 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu şehir yani Mekke bilen qasam qilman. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu şehirde uruş qilish sana halaldır. Adem aleyhisselam ve onun yaxshi farzandlari bilen qasam qilaman. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. U yani fajir, shaqiy odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. U ko'p mol sarf qildim deydi. U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. İnsan uchun ikki ko'z, bir til, ikki kalpuk yaratmadikmi? Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Alloh taolaning insonni jafo mushaqqat ichida qilib yaratganligiga Makkaning va uningdan boshqa narsaning hurmati bilan qasam qilganligi to'g'risida. Bu qasam Alloh taolaning bu shahar kishileri ihrom bog'laganda bu shaharning naqadar muqaddas ekanligini bildirish uchun ihrom bog'laydigan vaqtdan boshqa vaqtda bu shaharda turganlarning ihrom teshida turadiganligiga barliq shaharlarning kattasi bo'lgan Makka bilan qilgan qasamidir. Bu shahar yani Makka bilan qasam qilaman. Husayf Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Oyatning arabchisida kelgan la degan so'z Alloh taolaning ularga bergan raddiyasi bo'lib, Alloh taolo bu shahar bilan qasam qildi deganligini rivoyat qildi. Shabib ibn Bashar Ikrimadan ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi bu shahar yani Makka bilan qasam qilaman. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu shaharda urush qilish sana halaldir deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr, Abu Salih, Atiya, Zahhak, Qatada, Suddi va Ibn Zayd qatorliqlarmu shundoq dedi. Bu haqda Hasan Basri Alloh taolo payg'ambariga Makkada kunduzi faqat 1 soatli urush qilishni halol qilib bergan edi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida yuqorqi tafsirlarning to'g'riligini tövendeki hadis kuchlantirdi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu yurtni osmon zaminni yaratgan kunila harom qilgan. Alloh taolo bu yurtni osmon zaminni yaratgan kunila harom qilgan. Şuna u Alloh taolaning harom qilishi bilan toki qiyomatgacha haromdir. Bu yurtning dal-daraxtlari qo'mirilmaydi. O't cho'plari yulinmaydi. Mening bu yurt faqat kunduzi 1 soatli urush qilishim halol qilindi. Endi u yana burunqidek haromlik holatiga qaytdi. Buni anglamaganlar yetkizsin.
Navoda birsi payg'ambarning bu yurtda urush qilganligini dastak qilib, urush qilishga urinsa, uningga Alloh taolo o'z payg'ambariga ruxsat qilgan, boshqalarga ruxsat qilmagan denglar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Adem alayhissalom va uning yaxshi farzandlari bilan qasam qilaman. Mujahid va boshqa olimlar bu oyatdagi Adem degan so'zdan Adem alayhissalomning o'zi, farzandlari degan so'zdan uning bolalari bo'lgan insonlar ko'z tutiladi dedi. Bu oyatga berilgan bu tafsir to'g'ri deb qaralgan tafsirdir. Chunki Alloh taolo kishilar yashaydigan makon bo'lgan Makka bilan qasam qilgandan keyin uningda yaşagan ve yaşaydigan Adem aleyhisselam ve onun avlodlari bilan qasam qilgan. Abu İmran Juni bu oyatda ko'z tutilganlar İbrahim ve onun avlodidir degan. Bu asarni Ibn Jarir rivoyat qildi. Ibn Jarir bu oyatda ko'z tutilgani barliq ota ve balalardir degan. Bu oyatning mushundaq ma'no berish ehtimoli bor. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. Ibn Abu Nujay, Jurayj va Ata qatorliqlar Ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi biz insonni jafo mushaqqatda cho'ng bo'ladigan qilib yaratdik. Uning tug'ilishining nihoyatda tas bo'ladiganligini, tishining nihoyatda tasda chiqadiganligini ko'midingmi deganlikni rivoyat qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi biz insonni bir tomchi man'idin bir parcha qon, keyin bir parcha go'shtga aylanib qiyinchilik tortadigan qilib yaratdik deganlikdir. Bu xuddi Alloh taoloning tuvendagi oyatining ma'nosiga o'xshashdir. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'soq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Yani insanni onasi mushaqqat bilan qo'soq ko'tirdi. Bala yashashda va uningdan boshqa ishlarda mushaqqat chekadi. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. Said ibn Jubayr bu oyatni biz insonni qattiqchilikda, tasda terikchilik qiladigan qilib yaratdik deb tafsir qilgan. Ikrima biz insonni qattiqchilikda va iqtidori bor qilib yaratdik deb tafsir qilgan. Qatada biz insonni jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik deb tafsir qilgan. Hasan bu oyatning ma'nosi biz insonni dunyoning qiyinchiliklarini, shundaqla oxiratning qiyinchiliklarini tortadigan qilib yaratdik deganlikdir dedi. İnsanning Alloh taoloning qo'rshovida ve nimet içinde ekanligi to'g'risida. O yani facir, shaqi odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi o mening melimni hech kim tortib ololmaydi deb o'ylamdi deganlikdir deydi. Qatada bu oyatning ma'nosi inson qo'lidagi melining qayerdan kelganligidan va qayerga ishlatganligidan so'ralmayman deb o'ylamdi deganlikdir dedi. U ko'p mol sarf qildim deydi. Mujahid, Hasan, Suddi va Qatada qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida inson men nihoyatda ko'p molni sarf qilyaptim deydi dedi. U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi u meni Alloh taolo ko'rmadi deb o'ylamdi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida nurg'unlagan salaf olimlarmi shundaq dedi. İnsan uchun ikki ko'z, bir til, ikki qalpoq yaratmadikmi? Yani biz uningga ko'radigan ikki ko'zni, so'zlab ko'nglidagini ifoda qiladigan tilni, tamoq yeyishda va so'zlashda maqsadini ifodalaydigan, yuziga va ig'ziga zinnat va husn qo'shadigan ikki qalpoqni yaratmadikmi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh.
Subhanallah. Yaxshilik bilan yomonlikni ayirib olishning o'zimi bir ne'mat ekanligi to'g'risida. Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Ya'ni biz uningga ikki yo'ldan birini tanlash ixtiyorligini bermadikmi? Sufyan Thavri ibn Mas'udning bu oyatning ma'nosi uningga yaxshilik bilan yomonlikni ko'rsatmadikmi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali radhiyallohu anhu, Ibn Abbas, Mujahid, Akrima, Abu Wa'il, Abu Salih, Muhammad ibn Ka'b, Zahak va Ata Khurasani qatorliqlarmu shundaq dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Shubhisizki biz insonni aralashma mani, ya'ni er bilan ayolning manisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nazil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda menib Allohning ne'matiga shukr qilguchidir. Yoki fojir bo'lib, yomon yo'lda menib kufrlik qilguchidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. U davan oshmidi. Davan ishning nimaligini qandoq bilading? Davan ish degan qul ozod qilmoqdir. Yoki ochiqchilik kunda tuqqanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni holi nachar kambag'alga tamoq bermakdir. Shuning bilan billa, ya'ni yuqoridiqilarni qilish bilan billa iymon etganlardan, o'zaro savr qilishga tavsiya qilishganlardan, o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishganlardan bo'lmoqdir. Ayni shular, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatman kishilardir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. Ular davzaq solinadi. Yaxshilik yo'liga qilingan targ'ib to'g'risida. U davan oshmidi. Ibn Zayd bu oyatning ma'nosi u yaxshilik va nijotlik yo'liga mangsa bo'lmamdi deganlikdir dedi. Allah Teala nijotlik yo'lining qanday yo'l ekanligini bayon qilib, mundaq dedi. Davan eshishning nimaligini qanday bilading? Davan eshish degan qul ozod qilmoqdir. İmam Ahmad Said ibn Merjanadan Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kimiki mu'min bir qulni ozod qilsa, Allah Teala qul ozod qilgan odamning har bir a'zosini u ozod qilgan qulning har bir a'zosining o'rni uchun davzaqning azobidan ozod qiladi. Ya'ni qo'lining o'rniga qo'lini, putining o'rniga putini, avritining o'rniga avritini ozod qiladi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ali ibn Hasan Said Mirjanaga sen rostınla bu hadisni Abu Hurayradan anlaganmiding dedi. U shundoq deb javob berdi. Shuning bilan Ali ibn Hasan darhalla o'zining eng a'tiborli quli bo'lgan Mutrafni chaqirib uningga sen Alloh taolo rozilik uchun azod deb uni azod qilib etgan. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlarmu Said ibn Mirjanadan rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda İmam Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir musulmonning 3 farzandi bo'lib, ularning 3-lisi balog'atga yetmasdan o'lib ketsa, ballarga tortgan ich og'riqi sababi bilan Alloh taolo uni jannatga kirgizadi. Kimiki Allah yo'lida yurib, chechi oqirib ketsa, qiyomat kuni oq chochlari nur bo'ladi. Kimiki dushmaniga qartib bir pay o'q atsa, u o'q mayli tegsin yoki tegmasin, otqichiga
go'yo bir qulni ozod qilganning savobi yoziladi. Kimiki bir mo'min qulni ozod qilib etsa, qiyomat kuni Alloh qulning har bir a'zosi uchun ozod qilguvchining har bir a'zosini o'tdan ozod qilib etadi. Kimiki Alloh yo'lida biror narsani jupi bilan sadaqa qilsa, Alloh taolo uni jannatning 8 darvozasining xoliqidan kirgizadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yoki ocharchilik kunda tuqqanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni holini ochar kambag'alga tomoq bermakdir. Bu vaqtda Imom Ahmad Sulaymon ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Miskinga qilingan sadaqa hisoblanadi. Miskin tuqqanga qilingan sadaqa ham urug' tuqqanchilik munosabat o'rnatganlik bo'ladi. Ibn Abbas Alloh taolaning to'pida yotgan miskinga degan oyatining ma'nosi haqida u bo'lsa yo'lda qolgan, yetib qopadigan uy yoki boshqa hech narsa yo'q nomrod odamdir dedi. Shuning bilan billa, ya'ni yuqoriqilarni qilish bilan billa iymon etganlardan, ya'ni u yuqorqi yaxshi ishlarni qilish bilan billa birga Alloh taologa chin dilidan ishongan mu'min va qilgan ishlarining savobini faqat Alloh taolodan ko'zlagan odamdir. Bu vaqtda Alloh taolo boshqa oyatlarda mundaq deydi: Kimiki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladi ekan, o'zaro sabr qilishga tavsiya qilishganlardan, o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishganlardan bo'lmoqdir. Ya'ni ular yaxshi amallarni qilib, bir-biriga boshqalardan yetgan aziyatlarga sabr qilish va ularga mehr-shafqat yetkazishga tavsiya qilishadigan mu'minlardandir. Bu vaqtda hadisda mundaq bayon qilindi: Rahim qilguvchilarga Rahman taolo rahim qiladi. Zimindikilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondan rahmat qilindi. Yana bir hadisda mundaq bayon qilindi: Kishilarga rahim qilmaganga Alloh taolomu rahmat qilmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Imam Abu Davud Abdullah ibn Amr radiyallohu anhudan mundaq bir hadisni rivoyat qilgan: Kim kichiklarimizga rahim qilmasa va cho'nglarimizning haq hurmatini qilmasa, u bizdan emas. Ana shular, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatmand kishilardir. Ya'ni mushu sifatlar bilan sifatlanganlar nijotlikka erishguchilardir. Badbaxtlar va ularning jazosi to'g'risida. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir, ya'ni baxtsizlardir. Ular davzaqqa solinadi, ya'ni ularni qorshab turadigan azobga duchor bo'ladi. Ular bu azobning qorshovidan qutula olmaydi. Bu haqda Abu Hurayra, Ibn Abbas, Ikrima, Said ibn Jubayr, Mujahid, Muhammad ibn Ka'b, Qurayzi, Atiya, Avfi, Hasan, Qatada va Suddi qatorliqlar u bo'lsa kofirlarni hamma tarafdan qorshab, dumlab turadigan o'tdir deb tafsir qilgan. Ibn Abbas u oyatni darvozalari taqalgan o't azobining ichiga solindi deb tafsir qilgan. Bu vaqtda Zahak u qorshab turadigan o't azobi bo'lib, uningdan chiqadigan darvoza yo'qdir degan. Qatada u dumlangan o't azobi bo'lib, u yerda yo'riqliq yoki chiqish eg'izi yo'q. Uningdan mangu chiqolmaydi degan. Alhamdulillah.
Allah Taala şükürler bolsun. Şunun bilen Sure Beled'nin tefsiri tügidi. Keler qitimda Sure Şems tefsiri 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.